Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana bugun medovik tortini bezatish jarayoni tayyorlanishini ololmadim. Bolajonim bilan birga qilganimiz uchun urvog'ini qo'limda maydaladim. Shedra ichiga solganim uchun juda ham mayin chiqdi biskvitlari. Shuning uchun yirik maydalanyapti. Juda ham yumshoq va mayin bo'lib chiqdi. Kremi ham zavornoy krem. Sutga qildim. Ozroq shedradan sovordim. Sug'ishonka kremdan ko'ra shunisi menga yoqadi o'zimga. Asalli tortga ko'proq shu yaxshi qiladi deyman men o'zim. O'zim shunisini yaxshi ko'raman. Lekin hamshli variant. Sug'ishonkadan ko'ra arzon tushadi. O'zimizga yegani o'zimizga bolajonim ham tort deb qachondan beri yuribdi. Shunga bugun tayyorladim. Buxoroda juda ham hozir issiq. Bir yoqda qaynatma sho'rva qilgandim. Bu oshxona juda ham qizib ketdi. Hozir tayyorlab bo'lib derazalarni ochdim. Shunda ham havo yo'q. Hozirdan shunchalik bo'lsa, hali yozga bundan ham issiq kerak. Sog' bo'linglar. Yaxshi kunlarimiz ko'p bo'lsin.